Do'stlar, yarangoq piris. Gapir. Yer nechta bo'lyapti bu? Nechta bo'lyapti aka buni? 40 ming so'm, ha? Razmerichi? 70-80. Surxondaryoga dastlabki bormi yo'q? Qayerlar ichiga oladi? Dastlabki bormi yo'q? Qayerlar ichiga oladi? Shu yerga. Qayerga? Oltinsoy o'ziga ham. 40 ming so'm. Bo'lari necha pul aka? Necha pul qilib berasiz? Bo'ladigan joy 40 ming beryapti. 40 ming. Beda pirischi? Bedami bu? Necha pul bu? 45 ming beryapti. 45 ming. Somonchi? 30 ming beryapti. 30 ming so'm. Savdolaringiz bersin. Sholpa qoldi 22 ming beryapti. Telefon raqamini ayting. Telefon raqam menda yo'q aka. 91lik 91lik 003 50-80. Do'stlar, mana shu telefon raqamiga bog'lanishlaringiz mumkin. Somon deysizmi, beda deysizmi, sholit deysizmi, yarangoq piris hammasi topiladi. Zak dastlabkasi bor aka. Assalomu alaykum. Nech puldan olindi aka bular? 40 ming aka. 40 ming so'm. Nima piris bu? Bedam? Tori piris, ha? Razmeri nechiga nechi? 1 mi? 1 metr. 91 ekanda. Telefon raqam qoldiramizmi? 99 kodi bilan 581 81 55, ha? Surxondaryo bo'yicha dastlabki bormi? Bor. Qayerlarda o'z ichiga oladi? Surxondaryo polni Surxondaryoga. Gap yo'q. Ha. Aka nech puldan olindi bu? Assalomu alaykum. 38 dan. Tarif rasmi bu ham? Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam aytamizmi aka? 77 lik kodi bilan 090 5688. Dastlabki bormi? Dastlabki bormi aka? Qayerlarda oladi? Oltinsoygami, Sarasiyagami, Denogami, u Surxondaryo bo'yichami? Oltinsoyda o'ziga. Nechta pul bo'lyapti yarangoq piris? Yarangoq piris 42 ming so'm. 42 ming so'm. Nima ko'tarib yubordilaringiz? Ko'tarish sabab izi yo'q uni. Razmeri necha? 90-80. Telefon raqami aytamizmi? Ayting. 99 lik kodi bilan 059 1100. Surxondaryo bo'yicha dastlabki bormi? Dastlabkasi bepul. Bepul. Polni Surxondaryo bo'yichami? Ha, Surxondaryo bo'yicha. Gap yo'q, do'stlar. Ko'proq olsa qancha qilib berasiz? Masalan, bitta mashina. Kelishamiz. Kelishtirib berasiz, ha? Kelishtirib beramiz. Gap yo'q, do'stlar. Aloqa chiqib berasiz. Yarangoq piris kerak bo'lsa, shakamiz telefon raqamiga. Necha pul olindi yarangoq piris? 40 ming so'm. Razmeri nechiga necha aka buni? Necha? 70-80. Ko'proq olsa qancha qilib berasiz? 38 mingdan bermayapti mana, 38 mingdan bermayapti mana. Telefon raqam aytamizmi? Mayli, savdoingiz bersin. Yarangoq piris kimlar ekan? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Nech puldan bo'lyapti? 42? Nima ko'tarib beryapsiz buncha? Surxonda 30-35 ku, 38 tirilgan. 40 ming so'm. Telefon raqamini ayting. 94 lik kodi bilan 540 47 50 10. Do'stlar, mana shu yarangoq piris kerak bo'lsa, kimga? Mana shu akamiz telefon raqamiga olanaverasiz. Razmer 90-80 ekan. Surxondaryo bo'yicha dastlabki bora? Dastlabki bor. Gap yo'q. Savdongiz bersin aka. Nech puldan bo'lyapti aka bu? 40 ming so'm. Razmer 90-80. 1 metrga ham borib qoladi. Nech puldan narxi? 40 dedingiz. Surxondaryo bo'yicha dastlabki bor. Ko'proq olsa qancha qilib berasiz? 40 bo'lsa telefon qo'ying. Ha, undan pasti bu yo'q. Telefon raqamini ayting. 99 lik kodi bilan 134 0543. Do'stlar, mana shu yarangoq piris kimga kerak bo'lsa, shakamiz telefon raqamiga olanishingiz mumkin. Kechaning o'zida 4 kishi chiqyapti. Bular tor pirisi. 40 ming so'm. Surxondaryo bo'yicha dastlabki bormi aka? Telefon raqamini ayting. 95 lik kodi bilan 241 80 99. Razmeri 190. Surxon savdo yutib qo'yadi. Surxon savdo.
Neç pul bo'ladi beraman? 40 mingdan beryapti. 40 ming so'mdan. Razmeri nechiga necha aka? Razmer 80. 80. Men o'yvermagan aka. Qanaqa? Sal bo'shagan. Mana legenda sotildi hozir. Ha. 39 ga so'rayapman, bermayapman. 39 ga ham bermayaptimi? Telefon raqamini ayting. Ha, hammasi sotildi legenda. Bu raqam 97 lik 97 lik kodi bilan 912 912 31 31. Surxondaryo hisobga bora? Deb o'jayo. Ha, do'stlar, Telegram qilish kerak bo'lsa, shu akamiz telefon raqamiga bog'lanib berasiz. Hastagacha bo'lmasa kerak. Yo'q, yo'q. O'zbekiston territoriyasi deb o'jayo. Ko'ringizni oling bir videoga chiqadi. Gel. Hech puldan bo'lyapti. 40 ming so'mdan sotildi mana. 40 ming so'mdan sotildi. Mana ketyapti, ha, uyga. Ha. Gap yo'q. 40 ming so'm. Xizmati ham bor. Surxondaryo dastlabki xizmati bor, ha? Gap yo'q. Savdolaringiz bersin.